kiyimlarni qaytarib bermoqchiman, menga to'g'ri kelib. Mayli, opajon, to'g'ri kelmaganmi? Solishtirib beramiz. Yo'q, narsalaringiz kerak emas, pulimni qaytarib bering. Opajon, bizda olingan narsa qaytarib olinmaydi. Ha, urushmoqchimisiz? Iris bilan urushib qoldingizmi? Ha, nima edi? Urushdim. Ha, urushmoqchimisiz? Bizda sotilgan narsa qaytarib olinmaydi. Nimaga qaytarilmas ekan? Hamma do'konlarda qaytariladi. Mana katta qilib yozib qo'yganmiz. Sotilgan narsa qaynonangizga, eringizga yoqmasa alishtirib bermaymiz deb qo'yganmiz. Mana ko'rib oling. Burdim qoidalaringga qaytarib olasan. Bo'ldimi opajon? Himoyangizdan chiqib oldingizmi? Ha, Asalim. Unday bo'lsa, oling kiyimlaringizni. Voy, rahmat. Asalim o'zi shunaqa yoquvdi. Dubai House nomer 1. Namanganni hamma yaxshi ko'radi. O'zim necha yillik klientiman. Hamma kiyim faqat sizlardan olaman. Bo'ldi opajon. Kelib turing. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Kelib turing. Aytgandek, xodimlarning muomalasiga gap yo'q.